Sanmay birla yuvishni ko'zlang, yo'qlovda jon birla sharafdan so'ylang. Qiyomat kunida topmoq bo'lsangiz, mayxona tuprog'in tubidan izlang. Ey may sen mashuqasan, men senga shaydo. Shunday ichamanki o'lsam ul sharob, hidi mazorimdan chiqsin gurkirab, ximori yelasa qabrim boshidan, isi elasin aylasin xarob. Rahmat rais bu so'z berganim uchun hammalaringizni mana shunday yaxshi kunlarga yetkazdim. Aziz asrimizning aziz onlaridan so'raydi qadrin, fursat qanimatdir shahsatirlarla bezamoq chog'idir umr daftarini. Mana bugun Ravshanjon misol kechasi o'tiribmiz. Baxt kechasida o'tiribmiz. Baxt kechasi hayotning eng ajoyib baxtidir albatta. Mana shu 2 yosh o'z ota-onalardek hayotimizning eng ajoyib insoni bo'lib yetsin. Hayotimizga bo'lsin olim, bo'lsin ajoyib inson. Ikki oshiq o'xshar yulduzlar aro uchib yurgan yandosh sayyoralarga, sevgi fazochida ular bartanha, ne parvo yerdagi avvarlarga. Ular bizdan alis qilmoqda parvoz, samon yulduzlari qilar poyandoz. Siz esa yangalar tovonda shovvoz, chuchvarayasiz tog'arlarga. Ey aziz Ravshanjon va Ninaxon aq yo'l saodatli sektorlarga. Endi navbatni san'atkorlarga bo'lsak, asakalik yosh xonanda Marolimjon Qasimov kuylamoqda. San laylomisan san laylolar ishimda tanhomisan. Pirval aytibering, pirval. Araqvatkayev Namangan shahrida reysga pavorot natijasida bortdan uchib ketib, g'ildirakning tagida jvarmaklarcha halok bo'ldi. Araqvatkayevning nomi oramizda abadiy saqlanib qolinadi. Araqvatkayevning katta xalalari bo'lmish Roxatay Shampanskiy, o'g'illari bo'lmish Ruski vodka, qizlari bo'lmish Partvino, jiyanlari bo'lmish Vinoxon Skoyxoyeva, Rossiyalik qarindoshi Samodan Barmotuxovlar chuqur ta'ziyatxon etanlar. Ta'ziyatxon o'tuvchi kishi alkogollar tashkilotining raisi Sativaldiyevich Chivardi Qusuvardiyevich degan. Uçur.